Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Hozir mana soat 05:15 da 10:00 shans telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, ancha narsaning guvohi bo'lamiz. Men harakat qilaman ularni qanday ishlayotganligini ushbu video orqali qisman. Chunki batafsil ko'rsatish uchun barcha diktofon zaftlarini biriktirish kerak. Bugun 4-avgust 8-oy 2026-yil. 17-avgust 2026-yil 13 yil bo'ladi. Ona vatan O'zbekiston Respublikasida har tomonlama itdek xo'rlanishimga amaldorlar, o'rin xodim shifokorlar tomonidan bo'layotgan barcha nohaqlik, adolatsiz ularni mansab bilan suiiste'mol qilishlari va jinoyatlarni har xil tarzda amalga oshirishlari. Hozir qo'ng'iroq boshladik. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga xush kelibsiz. O'zbek tilini tanlash uchun bir raqamini bosing yoki operator javobini kuting. Здравствуйте. Добро пожаловать в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан. Для выбора русского языка нажмите цифру 2 или ждите ответа оператора. Hurmatli murojaat etuvchi, agar sizda murojaatingizga ilova qilinadigan hujjatlar mavjud bo'lsa, siz faqatgina joylardagi tuman va shahar xalq qabulxonalariga tashrif buyurish yo'li bilan yoki Prezident virtual qabulxonasining internetdagi pm.gov.uz rasmiy veb-sayti orqali hujjat biriktirgan holda yuborishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz. Sizga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni, misol uchun fuqarolik pasporti, ID karta yoki xorijga chiqish pasportini tayyorlab turishingizni tavsiya qilamiz. 16 yoshga to'lmagan shaxslar tug'ilganlik haqida guvohnomadan foydalanishlari mumkin. Operatorga mazkur hujjatlardan birining rekvizitlari, seriyasi va raqamini, shuningdek, o'zingizni istiqomat qilayotgan mahallangiz nomini ma'lum qilishingizni so'raymiz. Bu murojaatni rasmiylashtirish jarayonini tezlashtiradi va murojaatingizni ko'rib chiqishda bizga yordam beradi. Bundan tashqari, shaxsingizni aniq identifikatsiya qilish, sizga shaxsiy kabinetingiz orqali murojaatingizni ko'rib chiqish natijalari bilan tanishish imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, qonunga muvofiq murojaat etish huquqining amalga oshirilishi boshqa shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, shuningdek, jamiyat va davlat manfaatlarini buzmasligi kerak. Murojaatda ariza beruvchining ma'lumotlari noto'g'ri ko'rsatilgan taqdirda murojaatlar anonim hisoblanadi. Anonim murojaatlar ko'rib chiqilmaydi. Bila turib, yolg'on ma'lumotlar bayon etilgan murojaatlarni ko'rib chiqishda davlat organi tomonidan qilingan xarajatlar sud qaroriga ko'ra 30 navbatdagi tartib raqamingiz 32. Mana ahvol. Tong sahar 15:18 da mani 32-raqam ostida navbatga qo'ydi. Endi aytmoqchiman, 3 kundan beri ariza berishimning iloji yo'q. Birinchi kuni berganim mana 2-avgust kuni ariza beryapsam, 183-modda operator degani 183 operator. Xullas nima dedi? O'sha 10:00 shans raqami ishlamayotganligini aytdi. Ba'zida qanaqadir bir narsa dedi, zavsi bor. Undan keyin mana bugun telefon qildim, mana 15-raqamga qo'ydi, keyin 30-raqamga qo'ydi. Xullas ariza topshira olmadim. Mani endi bir narsa aytmoqchiman. Mani o'sha 32 hali. Mani nima deydi? Umuman arizam olmaslikka bilan harakat qilyapti. Prezident virtual qabulxonasining ushbu ishonch telefon raqami operatorlari. Chunki ulardan shikoyat qilganman. Menga bergan shikoyatlarni ko'rib taajjublandim. Umuman adolatli emas, adolatsiz tarzda chiqarilgan bir-birlarini himoya qilib, mana shu mart ila aprel oylarida men
0575 operatorning ustidan ilk marotaba shikoyat qilganimda, undan keyin bir nechta operatorning ustidan hali birontasi to'g'ri hal qilinmadi. Shunchaki hammasiga bir javob xati bergandek gapni aylantirib, ularni tartib raqami ko'rsatilmasdan operatorlarni shunchaki ishni yopdi. Lekin diktofon zapisimda arizam ijrochi bilan gaplashganimda, bo'pti degan edi, hammasiga alohida javob xati bering degandim. Unaqa javob xati bermadi. Xullas, men bunaqa faoliyatni men bunaqa adolatsiz ish faoliyatlarini necha yillardan beri ko'rib kelaman. Aynan 10:00 ishonch telefon raqamini shaxsan o'zim ko'rsatadigan bo'lsam, 9-oktyabr 10-oy 2016-yildan beri ko'rib kelaman. Eng birinchi o'rinda kim ustidan yozsam o'zim qo'liga boradi va murojaatlarni to'g'ri hal qilishni nazorat qilmaydi. Kimsan prezident nomi bilan atalmish prezident virtual qabulxonasi va prezident administratsiyasi rahbarlari va hozirgi rahbari xonim Saida Mirziyoyev Shavkatovna. Kim ustidan yozsam atayga qasddan va maynamochilik qilish uchun o'zlarining qo'liga boradi. Bir marta yozaman, 2 marta, 10 marta, 100 marta yozmaymanmi? Hammasini o'zlarining qo'liga boradi. Mana oxir oqibat prezident virtual qabulxonasining shunaqa faoliyati boshlandi. 30-dekabr 12-oy 2025-yildan beri уже 10 yillik qilgan shikoyatlarimga ham, arizalarimga ham javob xati bermay kelyapti. Aslida bunday faoliyat 25-iyul 7-oy 2017-yili boshlangan. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi hozirda sobiq general polkovnik janob Inayat Bursom Rasulovdan shikoyat qilganman. Ana o'sha kundan boshlab menga javob xati bermagan va meni 2 yil 8 kunga ruhiy shifoxonaga tiqqan, toshturmaga, xullas adolatsizlikni jiddiy tusi o'shanda boshlangan. Qilmagan jinoyatlarim bo'yicha toshturmaga tiqildim va toshturmadan 1 yil oldin ruhan sog'lom topilgan bo'lsam-da, toshturmaga kirib borgandan keyin atayga ruhiy kasalga tuhmat bilan chiqarildim. Respublikaga ruhan sog'lom topilganman sud tibbiy ekspertizada. Toshkent shahrida meni shunchaki ruhiy kasalga chiqarib qo'ya qolishdi. 2 haftada bor yo'g'i avtobiografiyam so'rab. Mana bu bor haqiqat. Mana hozir bugun ham ariza qoldiramas ekanman. Mana shu kuni mana shu ukam telefonda telefon qildim. Ular notanish bo'lgani uchun oldida men o'sha operator tartib raqami 183 deb yozganim bilaman. Baza ishlamayotganligini bahona qilishdi.